Okay, let's go. Assalomu alaykum do'stlar, siz Kompyuter kanalidasiz. Bugungi videoda sizlarga tezis nima, u qanday yoziladi va eng muhimi sun'iy intellekt, ya'ni ChatGPT yordamida tezisni qanday tez va to'liq yozish mumkinligini amaliy ko'rsatib beraman. Agar siz konferensiya yoki seminar, shunga o'xshash ilmiy anjuman uchun tezis tayyorlayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Xo'p, endi qanday qilib sun'iy intellektda tezis yozishni boshidan ko'rib chiqamiz. Bizga odatda kompyuterda istalgan brauzer bo'ladi, lekin menda Google Chrome bor. Google Chrome'ga kiraman. Qidiruvga ChatGPT deb yozamiz. Birinchi chiqqan saytga kiramiz. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tib olasiz. Ro'yxatdan qanday o'tiladi? Kanalimda eski videolarda bor. Ro'yxatdan o'tish bo'yicha ChatGPTda elektron pochta kerak bo'ladi. Elektron pochtasiga kod keladi, yozib ro'yxatdan o'tib olasiz. Mana ChatGPTga kirib oldik. Endi bu yerga tezis yozish bo'yicha buyruq beramiz. Misol uchun tezisni o'zingiz tushunmasligingiz mumkin qanday yozish kerakligini. Shuning uchun ChatGPTga birinchi tezis nima deb yozamiz. Tezis nima va u qanday yoziladi? Beramiz. Sizga tushuntirishni boshlaydi bu. O'qib chiqasiz. Xo'p, bu meni ilmiy dissertatsiya mavzuimni keltirdi. Xo'p. Mana deylik, sizda tezisda mavzusi bor. Menda mana shuni misol qilib oldim. Qo'sh tirnoqchiga olamiz. Ushbu mavzu asosida tezis yozib ber. Nuqta. Agar buni ilmiyligini oshirmoqchi bo'lsalaring, mana kanalimda tashlab berganman. Qanday savollar asosida tezis yoziladi? Bundan kopiya olamiz. Tashlaymiz. Mana shu savollar asosida endi bu tezis yozadi. Kanalim silkasini o'chirib tashlaymiz. Uni doktorantlar uchun degacha qolsa, doktorantlar bu demak doktorantura darajasida yozish kerak ekan deb o'ylaydi. Mana shu savollar asosida biz tanlagan mavzuga hozir tezis yozib beradi bu. Buni jo'natamiz. Boshladi tezis yozishni. O'zi mana sizga konferensiya talabi bo'yicha deyapti. Sababi konferensiya bo'yicha yozasiz-ku, siz talab qilingan konferensiyaning talablari bo'yicha. Konferensiya talabida nima yozilgan bo'lsa, o'sha talabga mos holda yozish kerak. Konferensiyada masalan ilmiy amaliy ahamiyat so'ralmagan bo'lishi mumkin, tadqiqot metodlarini so'ralmagan bo'lishi mumkin. Tezisda ham har xil uslublari borda yozishda, ana shunday uslubga qarab yoziladi. Kopiya olamiz buni. Wordga o'tamiz. Tashlaymiz. Kopiya olgandan keyin Ctrl V, lotincha V tugmasini bosganda kopiya olingan matn Wordga tushadi. O'zimizga kerakli qismlarni qoldirib, qolganini o'chirib tashlaymiz. Hop, matnda umumiy tanlaymiz. Ctrl A, lotincha A va teng yonli qilamiz. Hamma yoqda teng yonli bo'ldi. Matnlar qatori orasini 1.5. Bu konferensiyada 1 deyilgan bo'lishi mumkin yoki 1.15 deyilgan bo'lishi mumkin mana. Har xil o'rtacha 1.5 olinadi. Qatorlar sonini ochiq joylar to'g'irlash uchun e'tibor bersanglar, mana bunaqa ochiq joylar qolgan katta-katta. Buni to'g'irlash uchun mana bu yerdan udalit, ikkinchisiga ham udalit. Ana to'g'ri bo'ldi xatolar orasi. Bundan keyin bizga mavzuni markazga olib o'tish
teng yo'lli mana. Shrift o'lchamini ham to'g'rilab olamiz. Standart 14 shrift. Kirish qism buni yuqoriga ulaymiz, nuqta va tab orqali abzats beramiz. Tab bu klaviaturada chap tarafda yozib qo'yilgan. Tadqiqotning maqsadiga ham xuddi shunday. Faqat endi bu yerda bular jирный harfda bo'lmaydi. Matn tanlab turib, mana J harfini bosib o'chirib qo'yamiz. Tab orqali abzats berib ketilish mumkin, tezroq bo'ladi. Ana endi asosiy natijalar bu nimada qoladi? Jирныйda. Xo'p, tezis tayyor. Bu ana endi bunga biz foydalangan adabiyotlarni olishimiz kerak. Ushbu tezisni yozishda foydalanilgan barcha o'zbek yoki ixtiyoriy. Menga o'zbek adabiyotlari kerak. O'zbek adabiyot ro'yxatini alif bo tartibida yozib ber. Jo'natamiz. Yozib bo'ldi. Buni yana matnimizga olib eng so'ngiga tashlaymiz. Kerak emas narsalar olib tashlab adabiyotlarni 14 shriftga olib kelib, mana bu qismini olib tashlaymiz. Orasida joylarda to'g'rilaymiz. Matnni ham, ya'ni adabiyotlarda ham teng yo'lli qilib, orasini 1,5 qilib qo'yamiz. Shrift 12 turibdi ekan, 14 qilib qo'yamiz. Tezisimiz tayyor deyarli mana. Mavzudan so'ng oliy ta'lim nomi, ya'ni universiteti talabasi yoki o'qituvchisi Palonchiyev Pistonchi deyilsa bo'ldi. Bu yotma oddiy harfda bo'ladi. Pastda agar elektron pochta ham so'ralgan bo'lsa, pochta ham yozib qo'yiladi. Masalan, bir narsa gmail.com. Foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmachasini bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi videolarda ham sizlar bilan ko'rishamiz.